agar bola qilib yengil yo'talayotgan bo'lsa, allergicheskiy yo'tal, shuning uchun allergologga borishimiz kerak edi. Nefsikda oilangizda hamma shamollagan bo'lib turib, bitta odamda vdruk allergiya bo'lib qolmaydi-da. Allergiya bir xil bo'lmaydi. U o'zgaradi. Shunaqa o'zgaradigan narsasi bor. Bir yil boshqacha bo'lishi mumkin, keyingi yil уже boshqacha bo'lishi mumkin. Avval faqat burni bilan bo'lgan bo'lsa, keyin уже, скажем, pazuxalari bilan birga reagировать qilayotgan bo'lishi mumkin. Keyingi yil уже bronxlari qo'shilgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun to'liq tekshiruvdan avval o'tib, keyin davolasa natija yaxshi bo'ladi. Hamma qavati kuyib tushgan, faqat suyaga qolgan bolachalarni ko'rdim. Va sababini surishtirganimda bu oddiygina to'g'ri dorini shunchaki dozasini oshirib yuborish natijasida bo'lgan ekan. Demak, allergiya biz kutgandan xavfliroq va qaysi hollarda zudlik bilan vrachga olib borish kerak bo'ladi? Meni fikrimcha, birinchi paydo bo'lgan allergiyada bahor, yosharish, yangilanish va nafislik fasli. Ammo allergologlar bahor haqida sal boshqacharoq fikrda. Ha, topganingizdek, bugun allergiya haqida gaplashamiz. Suhbatimiz mehmonlari Darmon servis klinikasining 9 yillik tajribaga ega shifokori Xudoyqulova Nodira Uyg'bekovna hamda DS Lab laboratoriyasi shifokori Miro Kitamov Javohir Xondamirovich. Xush kelibsizlar. Salomlar. Bugungi kunda Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan 21-asr allergiya asri deb nomlandi. Keling, birinchi savoli, demak, allergiya o'zi nima? Shu haqida kengroq ma'lumot bersangiz. Allergiya bu organizmni tashqi ta'sir omillariga bo'lgan javob reaksiyasi. То есть allergiya odamda bo'lishi uchun odamlarning immun tizimini javobi bo'lishi kerak. Например, lekin обязательно allergiya bu allergen oqsil tabiatli bo'lishi kerak. Normada bilamiz, odamlar javob berish kerak emas, на самом деле allergicheskiy javob bilan, но qanaqadir immunitetda buzilish, qanaqadir zboy, kimda tug'ma bo'ladi, kimda orttirilgan hayot davomida bo'ladi, organizmimiz javob berishni boshlaydi omillarga. Ularni o'simliklar, yeguliklar, hayvonlar, любой oqsil tabiatga organizm javob berishni boshlaydi-da, u bilan как будто kurashishni boshlaydi. Xuddi bakteriya, viruslar bilan kurashganda allergenlar bilan organizm kurashishni boshlaydi. Shunaqa deb tushunsa, по-моему, tushunarliroq, oddiyroq gapirganda. Ko'pchilik ota-onalar allergiya bilan shamollashni ko'pincha adashtirishadi. Burni oqyapti, yo'talg'oti, demak bu shamollagan. Allergiya bilan shamollash o'rtasida qanaqa eng muhim yoki naborot, yoki shamollaganni allergiya. Agar bola qilib yengil yo'talayotgan bo'lsa, allergicheskiy yo'tal, shuning uchun allergologga borishimiz kerak edi. Nefsikda. Menimcha, allergicheskiy yo'tal bilan, то есть allergiya bilan shamollashni ajratib olish uchun обязательно kontaktni omillarni ham hisobga olish kerak. Unaqa bo'lmaydi-da, oilangizda hamma shamollagan bo'lib turib, bitta odamda vdruk allergiya bo'lib qolmaydi-da. Или, например, birdaniga bitta oilada 3-4 ta odamda hammasida allergiya bo'lib qolishi kamdan kam bo'ladi. Shuning uchun keyin temperatura, shamollashda bizda temperatura bo'ladi. Allergiya, allergicheskiy rinitlar, bronxitlar, ular temperatura bilan boshlanmaydi. Даже temperatura, misol uchun, bir hafta oldin bo'ldi, undan keyin общий boshqa simptomlar o'tdi, lekin yo'tal qoldi. Bu degani allergiya emas, izначально temperatura bo'lganda, shunaqa qilib ajratib olish kerak. Prosta. Asosiy farq isitma. Isitma, boshqa kataral belgilar, misol uchun tana qaqshab og'rishi, уже bola sal kattaroq bo'lsa tushuntira oladi-ku, oyog'im og'ridi deydi, aznob belgilari yoki ko'p terlashni boshlaydi, kuchi kamayadi. Bu narsalar shamollashga xos, virusni qanaqadir shamollashlarga xos belgi bo'ladi-da, allergiyada unaqa общий simptomatika ko'p kuzatilmaydi. Xo'p, allergiyani aniqlash uchun qaysi tahlillarni topshirish kerak? O'zi allergiyani aniqlash uchun juda ko'p tahlillar bor. Asosiy tahlildan sanab o'tsam, bu eng birinchisi, eng muhimi, hamma o'sha allergiyaga uchragan yoki allergiyaga shug'ullanayotgan patsientlar topshirish kelgan bo'lgan markar основной total immunoglobulin E. Bu immuniy sistemaning reaksiyasi. Bu ko'rsatkich baland bo'lishi bu patsientni, to есть bemorni shu allergiya moyillikli borligini ko'rsatadi. Keyingi yana muhimlardan bu umumiy qon tahlilidagi eozinofil ko'rsatkichlari. Bu tahlillardan bilib olsa bo'ladi allergiya
qo'zg'ayotgan paytini. Keyin yana muhim analizlardan bir turi ezinofilniy kationniy belok. Hali yuqorida aytib o'tgan ezinofillarni ishlab chiqaradigan oqsili bu. Bu ko'rsatkich balandligida biz bilishimiz mumkin, что allergiya aktiv formasi. То есть allergiyani aktiv formasini bila olishimiz mumkin. Keyin yana muhim analizlarda gistamin hisoblanadi. Bu gistamin organizmda normada bo'lmasligi kerak. Bu organizmga aytadi, что aqdir tashqaridan nimadir kirganki, organizm ответный reaksiya bo'lyapti. Gistamin ko'tarilishi bu hozirgi payt o'zida immunniy o'sha allergiya borligini bildiradi. Keyin parallel shu gistamin analizi bilan davo analizi ham topshiriladi. Ikkala показатель ko'rsatkichi bu allergiya hozirgi paytda borligini ko'rsatadi. Hamda bizning laboratoriyamizda allergiya panel tizimlari bor. Bu allergiya panelida konkretni именно qaysi mahsulot yoki qaysidir o'simlik yoki hayvonni turiga nimaga именно allergiya borligini patsient ko'p narsadan voz kechmaydi, o'sha определенный bilgan mahsulotlardan tortinib turadi. Bo'lingan holatda Xo'p, Darmon servis klinikasi bu kasal bilan og'rigan bemorlarga qanday yordam ko'rsata oladi? Qanday yordam ko'rsata oladi? Конечно, diagnosировать qila oladi. Соответственно, diagnosировать qilgandan keyin unga lechение yozadi. Diagnosировать qilishda birinchi o'rinda anamniz. Bu o'sha patsientdan so'rab surishtirib, наследственность, qachon boshlandi, qanday boshlandi, shunaqa narsalarni so'raydi vrach. Bizda детский allergolog отдельно bor, klinikamizda взрослый allergolog отдельно bor. Chunki baribir nima desa ham, allergolog bolalarni ham, kattalarni ham bir xil ko'radi desa ham, praktikani roli bor-da. Детский allergolog ko'proq bolalar bilan shug'ullanganligi uchun, конечно, bolalarga bo'lgan opiti ko'proq bo'ladi. Взрослый allergolog, соответственно, kattalar bilan. Bular aytgan allergologический analizlarimizni ishlatib, diagnosировать qilib, keyin уже to'g'ri lechение yoziladi-da. Любой allergiyani to'g'ri davolash uchun birinchi tekshiruv kerak. Обязательно agar siz hamma tekshiruvni qilib, to'liq tekshiruv qilib olsangiz, lecheniengizda ham уже yaxshi prognoz ko'rish ko'proq bo'ladi. Siz более уверенный bo'lasiz lecheniengizga ham. Bu patsientga plusda, chem noto'g'ri ko'p odamlar bizda shunday yozib bering, allergiya o'zi necha yildan beri bor, allergiya ham bilaman deydi. Но на самом деле noto'g'rida bu narsa, chunki allergiya bir xil bo'lmaydi. U o'zgaradi. Shunaqa o'zgaradigan narsasi bor. Bir yil boshqacha bo'lishi mumkin, keyingi yil уже boshqacha bo'lishi mumkin. Avval faqat burni bilan bo'lgan bo'lsa, keyin уже, скажем, pazuxalar bilan birga reagировать qilayotgan bo'lishi mumkin. Keyingi yil уже bronxlari qo'shilgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun to'liq tekshiruvdan avval o'tib, keyin davolasa natija yaxshi bo'ladi. Allergiya rostdan ham kuz va bahor mavsumida qo'ziydimi? Qo'ziydi, agar qo'zg'atuvchisi o'simliklar bo'lsa. Allergiyani qo'zg'atuvchisi har doim o'simlik bo'lmaydi. Agar o'simlik qo'zg'atsa, bahorgi o'simliklar bo'lishi mumkin. Соответственно, yozda ham o'sha o'simliklar, kuzda ham o'sha o'simliklar bo'lishi mumkin. Shunaqa o'simliklar bor. Misol uchun, kuzda gullaydi, o'shanda kuzgi bo'ladi. Уже patsientda shundan xulosa qilsangiz, nima qo'zg'atuvchi bo'lsa, allergen nima bo'lsa, o'shada bo'ladi. То есть agar bahorgi o'simliklarga bo'lsa, значит bahorda qo'zg'aydi. Agar kuzgi bo'lsa, bahorda tinch o'tadi-da, kuzda shunaqangi holatlar bo'ladi. Bahorda faqat qo'zg'aydi, kuzda hech qanaqa reaksiya bermaydi organizm yoki nabarot. Bahorda yaxshi yuradi, kuzda chidab bo'lmaydigan allergik reaksiya. Bor allergenlar yil mobaynida, kruglогодичный deyiladi. Это uy changi yoki gribok devorlarda, mana bu zax uylarda, tartsivoy uylarda ko'p bo'ladi, bilsangiz, yoki uylarda nima deydi, o'sha kuxnyasida, vannasida odamlarda zaxlik ko'p yig'ilgan joyda devorlarda plesin bo'ladi. Bir xil payt bilmaymiz, kafelan tagida, aboylan tagida bo'ladi u narsa, shkaflarning orqasida bo'lishi mumkin.
yashirinib turganiga odamlar uni bilmaydi hamda reaksiya bo'laveradi. То есть ko'pincha bolalarda kuzatiladi, rinit, kruglогодичный, misol uchun ko'chada yaxshiroq bo'lib qoladi, uyga kelsa tinmay burni oqadi deydi, или tinmay aksiradi. Kuxnyaga kirsam faqat aksiraman, например. Plitani oldiga borsam faqat aksiraman, например. Значит, bunda qanaqadir именно o'sha joyda ham qidirish kerak-da, nima bo'lishi mumkin. Ularga уже bahor kuzga aloqasi yo'q. Или hayvonlarga. Соответственно, hayvoningiz yoningizda bo'lsa, allergik javob kuchayadi. Uyingizda o'sha hayvon yashasa, shu hayvonga nisbatan allergiya bo'lsa, это уже faslda ahamiyati yo'q. Просто uyda bo'lsangiz, allergiyangiz kuchayib beradi. Demak, birinchi to'g'ri tashxis va to'g'ri analiz va to'g'ri davolash bu kasallikni mutlaqoga yo'qotishi mumkinmi yo vaqt davomida yo'qolib keyin yana qaytalanadimi? Так как bu immunitet, biz immunitetga bir narsada hech kim javob bera olmaydi-da. То есть agar birorta patsientga allergiyangiz 100% davolab beramiz desak, yolg'on. Так как biz bilmaymiz immunitet qanaqa o'zini ko'rsatadi. Shunaqa bo'lishi mumkin, 2-3 yil odamda kuchli allergiya bo'lishi mumkin-da, keyin nimadir hayotida o'zgarishi mumkin. Qanaqadir balkim kuchli stress o'tkazishi mumkin, или наоборот, juda ham zo'r qanaqadir настроение bilan, yaxshi pozitivniy nastroy bilan vdруг keyingi yil allergiya bezovta qilmasligi mumkin. Hatto hech qanaqa lecheniya qilmagan u odam. Undan keyingi yil esa bo'ldi, allergiyam o'tib ketdi desa, yana kuchayib berishi mumkin. Так как bu immunitet shunaqa bo'ladi, например, bitta ayolda allergiya bor, zaberemenить qildi, beremiz paytida umuman allergiya bezovta qilmaydi. Tuqqandan keyin ham allergik reaksiya уже shu bilan yo'q. Как будто бы allergiya tuzalib qoldi. Tuzalib qolmadi, immunitet o'zgardi-da, уже immunitet avvalgidaqa javob bermayapti, allergiyaga javob bermayapti. Или, скажем, наоборот, hech qachon allergiyasi bo'lmagan, tug'ruqdan keyin shunaqa yomon allergiya chiqadigan bo'lib qoldi dedi. Bu yerda gap immunitet o'zgarishi. Shuning uchun to'liq immunitet, allergiyani imенно vrach yo'q qilib bera oladi degan narsaga unaqa qo'shilmayman. Tushunarli. Doktor, biza shunaqa vaziyat bo'ldi. 1 yil oldin farzandim bilan больницаga yotdik. Borishga majbur bo'ldik. Birinchi, ya'ni o'sha ibuprofen tarkibli dorini ichirdim bolamga va unda terisida toshmalar paydo bo'ldi, qo'rqinchli toshmalar. Men bordim, allergolog juda ham yaxshi vrach ekanlar. Ular aytdilar, bolangda allergiya ketyapti, больницаga yotishing kerak. Ammo aytdim, bolam uyda 2 ta farzandim yana qolgan, oddiy allergiya ekani, keling dexametazon yoki zadak beraylik deb to'xtatidik. O'sha payt doktor menga uzoq qarab turdilar, keyin yur qani dedilar va meni o'sha bo'limdagi reanimatsion bo'limga olib kirdilar, oynalari bor. Va u yerda menga ko'rsatdilar, mana allergiyani ahvoli. U yoqda ishonasizmi yo'qmi, o'sha terisi hamma qavati kuyib tushgan, faqat suyagi qolgan bolachalarni ko'rdim. Va sababini surishtirganimda bu oddiygina to'g'ri dorini shunchaki dozasini oshirib yuborish natijasida bo'lgan ekan. Не совсем dozada dorilar ham allergiya keltirib chiqaradimi? Dozasini oshirib yuborish. Dorini dozasini oshirish emas. Bilasizmi, bu лекарственная allergiya на самом деле juda ham серьезный muammo. Chunki uni siz oldindan bilib bilolmaysizda. Misol uchun mana shu patsientda hozir dorini bersam allergiya bo'ladi или bo'lmaydi deb javob bera olmaysiz. Точно так же, например, bizda patsientlar жаловаться qiladi, antibiotik yozib berdi vrach, reaksiya bervordi deb xafa bo'lishadi. Hech qaysi vrach oldindan bilolmaydi qaysi dori allergiya berishi mumkinligini. Arzimagan minimalniy doza ham xuddi siz ko'rgandaqa reaksiya berishi mumkin. Agar odam organizmida bir marta o'sha dorini qabul qilganda, o'sha organizmda javob reaksiyasi paydo bo'lganda, shunga nisbatan ikkinchi marta o'sha qanaqa dozada tushishini ahamiyati yo'q. Незначительная dozа ham уже shunaqa sizga kuchli kartina reaksiya beradi. Bu juda ham opasna, juda ham xavfli. Но, к сожалению, oldindan hech kim bu dori berishi mumkin, bu dori bermaydi sizga точно degan gapni hech kim ayta olmaydi. Единственное, agar odam hayotida bir marta dori allergiyasi bo'lsa, odam на всю жизнь bu narsani eslab qolishi kerak. То есть, masalan, siz bilishingiz kerak, что siz bolangizga hech qachon желательно ibuprofen sostavli dori bermasligingiz. Boshqa MPVslarda ham ehtiyot bo'lib ishlatishingiz, o'zingizcha qabul qilmasdan vrachga borganingizda bir marta mana shunaqa insident bo'lgan deb aytib, u sizga podbor qilib berishi kerak. Просто bu temperatura tushiradigan hech narsa qilmaydi deb
qilish kerak emas. Уже bir marta sizda bo'ldimi shunaqa insident? Siz iloji boricha butun hayoti davomida bolangiz o'zi shu doridan izbegать qilishi kerak-da, qabul qilishidan. Demak, allergiya biz kutgandan xavfliroq va qaysi hollarda zudlik bilan vrachga olib borish kerak bo'ladi? Meni fikrimcha, birinchi paydo bo'lgan allergiyada har doim vrachga olib borish kerak. Siz bilmaysizda u qanaqa оборот olib ketishi mumkin. Ayniqsa bolalarda tez reaksiya bo'lib ketishi mumkin-da. Siz bir xillar bo'ladi, bir kun kutdim, 2 kun kutdim deydi. Shunaqa narsa bo'lishi kerak emas-da. Birinchi marta allergik reaksiya bo'ldimi? Skажем, mana toshma bilan. Birinchi marta toshma chiqdimi odamga, sразу olib borish kerak. Без разницы bu bola, misol uchun, даже katta odam ham borish kerak. Bilmaymiz, ertaga masalan bir kech o'tadi, kechqurun qanaqa o'zgaradi, qanaqa kuchayadi, u narsani bilmaymiz. O'shaning uchun любой allergik reaksiyada sразу vrachga borish kerak. Xo'p, allergiyani aniqlovchi analizlar qaysi usul yordamida aniqlanadi va qancha vaqtda tayyor bo'ladi? Bizning laboratoriyamizda 90% umuman не только allergiya, butun analizlar analizatorlarda zamonaviy talab zamonga javob beradigan maxsus apparatlarda tekshiriladi. Ularning qulaylik taraflari juda ko'p. Eng muhimlaridan biri odam omil qatnashmaydi. То есть butunlik avtomatizlashtirilgan apparat o'zi полностью hammasini qo'lda yuklashingiz bilan to ответ tashlab berguncha polni o'zi tekshiradi. Umuman odam omil qatnashmaydi. Deyarli xato qilish foizi juda kam. Va ikkinchisi yutug'i bu tezligi. Apparat bo'lgandan keyin ishlash jarayoni tez bo'ladi. Shuni hisobga olganda analiz turlariga qarab 2 soatdan 6 soatgacha analizlar atvetlari chiqishadi. Va biz bilamiz, Darmon servisda uydan borib kelish xizmati ham bor. Ya'ni bu analizlarni ham uyga borib olib kelisha oladi. Ha, albatta, shunaqa Darmon servisda D-Labda qo'yilgan uyga chaqiruv xizmati, patsient agar vaqti bo'lmasa yoki sog'ligi bilan qanaqadir muammosi bo'lsa, yura olmaydigan patsientlar yoki yoshi katta patsientlar bo'lsa, bizning shunaqa uslugamiz bor. Telefon qilishadi, o'ziga qulay bo'lgan vaqtda chaqirishadi, bizning xodimlar kelib, qonni olib, laboratoriyaga yetkazishadi. Keyin biz qonni tekshirib, natijalarni xuddi shunaqa onlayn ularga jo'natish imkoniyatlarimiz bor. Bugungi kunda Toshkent havosidan biz ota-onalar juda ham xavotirdamiz. Keyingi savolim, ana shu havo ham allergiyaga zamin yaratishi mumkinmi? Mumkin. Zamin yaratishi, naskолько zamin yaratishi mumkin deyman, lekin agar qanaqadir genetik predrasположенность bo'lsa, moyillik bo'lsa genetik, o'sha narsani keltirib chiqarishiga turtki bo'la oladi. Chunki aytganimdek, allergiya bo'lishi uchun oqsil kerak-ku. То есть u просто chang qanaqadir zarachaga, ximik zarachaga ham javob beradi degani emas-da. То есть men bu ifloslangan havoni demoqchi bo'lsangiz. Lekin moyillik bo'lgan odamlarda keltirib chiqarishiga, конечно, bu juda ham важный faktor hisoblanadi. Xo'p, keyingi savolim, bizada xalq tilida eshak ema degan kasallik bor. Ya'ni o'sha bo'rtma toshmalar paydo bo'ladi va nimagadir bizning xalqimiz o'sha xuddiki eshakka olib borib yem bersa, o'sha kasal davolanib qoladi degan bir ajoyib fantaziyasi bor. Shunga munosabatingiz qanaqa? Bilmayman. Unaqa qilishlaridan hali bilmayman. Yo'q, bilaman, avval shunaqa qilishardi. No, nimaga unaqa qilishganini bilmayman. Balkim rostdan ham o'tib ketgandir, nechun не могу сказать. Но u faqat xalq tilida emas, o'zbek tilida o'zi fanda ham shunaqa deyiladi. Krapivnitsa deb ruschada aytsak, eshak yemi deb o'zbek tilida yuritiladi-da. Uni sababi u har doim ham allergiya emas, то есть da organizmni allergik javobi, no har doim ham allergiya emas-da. Bo'ladi, infeksion kasalliklarda ham bo'lishi mumkin. Misol uchun shamollagan organizmda qanaqadir virus, bakteriya, organizm u bilan kurashishni boshlaganda, soответственно, u ham shunaqa reaksiya berishi mumkin. Даже asabda ham krapivnitsa bo'ladi, uni ham исключать qilmaymiz. Bular boya analizlarda
nima упоминать qilgan edilar ferment DAO. Например, organizmimizda gistaminni parchalovchi ferment bor. Diamin oksidaza deyiladi. O'sha ferment qanaqadir sabablar bilan odamlarda pasayib ketish holatlari kuzatiladi. O'shanda ovqat mahsuloti bilan tushgan gistamin parchalanmaydida, u ham odamlarga allergik javob beradi. Krapivnitsa bilan ko'pincha, kстати. И bu yerda buni allergiya demaymiz-da biz. Ovqatdan allergiya deb olishimiz noto'g'ri bo'ladi. Hatto patsient sizga aytadi, shunaqa narsa yesam allergiya toshadi deydi-da. Po idее biz sразу siz allergiksiz deyishimiz mumkin. Shunda mana tekshiruvlarning ahamiyati shunda-da, правильный подход к лечению. Agar siz to'liq tashxis nima deydi, to'liq analizlar bilan tekshiruvlarni qilib tashxis qo'ysangiz, уже bilasizda nimani davolash kerak. Balkim biz faqat kishishlikning funksiyasini yaxshilab ham o'sha krapivnitsani davolash mumkin praktikada, bo'lmaydi. Достаточно часто uchraydi u narsalar. Shuning uchun krapivnitsani bu ham krapivnitsa deb allergik ekanman demasdan to'liq tekshirish kerak-da, nimadanligini aniqlab olish uchun. Xo'p, va oxirgi savolim, kasallikni oldini olish uchun qanaqa tavsiyalar bera olasiz va vaksinatsiyaga munosabatingiz? Allergiyadagi vaksinalar demoqchimisiz? Allergiyadagi vaksinalar oldini olishga qaratilgan vaksina emas. Allergologiyada vaksina bor-da, lekin u faqat lecheniya sifatida ishlatiladi. Oldini olmaydi. U sizni bor allergiyangizni aniqlaganingizdan keyin, nimadanligini aniqlaganingizdan keyin, agar vaksina qilishga возможность bo'lsa, то есть allergenlarni soni ko'p bo'lmasa, vaksina qilish mumkin. U davo chorasi. Effekt zo'r, конечно. Vaksinadan u как lechение effekti yaxshi. Oldini olish uchun menimcha faqat sog'lom turmush tarzi. To'g'ri ovqatlanish, iloji boricha fizически chiniqqan bo'lish, sport bilan zanimatsiya qilish, ko'proq toza havoda bo'lish, toza havoda demoqchiman endi, bilmadim naskолько hozir havolarimiz toza rosa. O'sha toza havoda ko'proq bo'lish, yaxshi kayfiyat, immunitetni bilmayman, как будто butun immunitetni составляющийsi bu yaxshi kayfiyat. Agar odam stresslarsiz, положительный настрой bilan, yaxshi kayfiyat bilan yashasa, uni immuniteti ham yaxshi bo'ladi. Uncha-munchaga kasal bo'lmaydigan bo'lib, allergiya ham bo'lmaydi shunaqa holatda. Qiziqarli check-up. Vaqt-vaqti bilan check-up qilib turib, organizmdagi kamchiliklarni davolab turish kerak-da. Chunki u biz bilmasligimiz mumkin qanaqa kasalliklarimiz bor. Organizmda qanaqadir zboy bo'lsa, bizda sistema-ku organizm, bitta zboy hamma taraflarga ta'sir qiladi-da. Soответственно, vaqt-vaqti bilan, misol uchun, menza har yarim yilda check-updan o'tib turishga, agar возможность bo'lmasa, хотя бы 1 yilda bir, хотя бы minimalniy check-up qilib tekshirib turishdan. Klinikamizda check-uplarimiz bor. Обязательно. Check-uplarimiz bor. Allergiyaga bo'lgan check-uplarimiz ham bor. O'sha sanab o'tgandek, o'sha analizlar kiritilganchaga bitta check-up o'zida butunlay skritli formalarni allergiyadan bilib olsak bo'ladi. Bugungi qiziqarli va kerakli suhbatingiz uchun tashakkur bildiraman. Suhbatimiz yoqqan bo'lsa, like va podpiskani ayamaysiz. Savollar bo'lsa, bemalol klinikamizga murojaat qilsangiz bo'ladi. Keyingi suhbatlarimizga ko'rishgunga qadar omon bo'ling.